AdNXBet'dan pul chiqarish uchun menyuga bosasiz va mana bu yerdan nastroykaga bosasiz va mablag'ni chiqarish tugmasiga bosasiz. Botga o'tasiz. Bot manzili albatta kommentariyada. Telefon raqamingizni yuborasiz. Bu xavfsizlik uchun pul chiqarish tugmasini bosasiz. Va mana bu yerdan esa siz o'zingizga ma'qul kelgan bukmekerni tanlaysiz, masalan AdNXBet. Mana bu yerga sizga manzil beradi, ya'ni kassa manzil pulga yechish uchun. Mana shu kassa manzilni eslab qolasiz, mana shunga pulni yechasiz. Mana bu yerdan sizga agar botdan to'ldirgan bo'lsa hisob, AdNXBet Cash tugmasi chiqadi. Mana shunga bosasiz va yechmoqchi bo'lgan summani kiritasiz, masalan 20 ming so'm. Va mana bu yerdan siz o'zingizni bot bergan manzilni topasiz. Mana shu bot bergan qarshi, mana shu qarshi manzilni tanlaysiz. Va mana bu yerdan esa siz bot bergan Dehqonobod tezkor 24/7 ni bosasiz va tasdiqlashni bosasiz. Sizdan talabnoma yaratiladi. Mana bu yerdan siz olalni yangilashni bosasiz va sizga kod beradi. Kodga o'tasiz va tushunarli va davom etish tugmasini bosasiz. Mana bu yerga pulni yechib olmoqchi bo'lgan karta raqamingizni kiritasiz. Mana bu yerdan o'rtasi ochiq qolmasligi kerak, ya'ni yopib o'chirib o'rtasini yuborasiz botga. Karta raqamni yuborgach sizdan AdNXBet ID raqam so'raydi. AdNXBet ID raqamingizni nusxalab tashlaysiz. Va mana bu yerdan esa sizga 4 xonali kod so'raydi. Ma'qullandi ustiga bosasiz va 4 xonali kodni olasiz. Botga yuborasiz. Sizdan mana bunday ma'lumotlar to'g'rimi deb so'raydi. Tasdiqlashni bosasiz, to'g'ri bo'lsa. Sizdan so'rovingizni qabul qilish haqida xabar keladi va mana bu yerdan bir 10 daqiqa kutasiz va sizning to'lovingiz ma'qullanadi va kartingizga pul o'tkaziladi.